Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: shunday zamon keladiki, unda xushulik yo'qoladi. Unda tasodifiy o'limlar ko'payadi, unda zilzilalar ko'payadi, unda musulmon bilmagan odami bilan salomlashmay qo'yadi. Unda qotilliklar ko'payadi, unda odamlar ma'siyatli ishlari bilan maqtanadilar. Sahobalar so'radilar: "Qachon yo Rasululloh? Bu hodisalar oxir zamonda sodir bo'ladi", dedilar. Agarda sodir bo'lgan bo'lsa, unda qiyomat soatini kutavering. Bu xuddi bizning zamonamiz. Ajib kunlar. Ota-onalar farzandlarining kiyimlari va taomlarining g'amini yeb, axloqiy qadriyatlarini singdirishni unutyaptilar. Ishchilar maoshlari kamligi tufayli ishlashni xohlamayaptilar. Aslida esa rizqni Alloh taolo berayotganini unutganlar. Yigit va qizlar butun kundagi vaqtlarini sayr bilan o'tkazadilar. Bozorlarda yurib charchamaydilar. Keyin bir rakat namoz o'qishga kelganda esa holdan toyib qoladilar. Yigit va qizlar musiqalarni sevib tinglaydilar. Qur'onni tinglaganlarda esa yuraklari siqilib ketadi. Halol bilan harom chiqishmasligini bilmaydilar-da. Nafsimiz suygan narsalar uchun ming-minglab pullarimizni ayamay sarflaymiz. Sadaqa qilishga kelsak, hamyonimizdagi kerakmas chaqalarni chiqarib beramiz. Ishimizga kech qolishdan qo'rqib soatlarimiz bongini burab qo'yamiz. Bomdod mahal Alloh bilan didorlashishdan vaqtimizni esa qo'rqmasdan o'tkazib yuboraveramiz. Erkaklar ahli ayollarning go'zalliklarini boshqalarga oshkor etib yuradilar. Rashk ham qilmaydilar. Gap so'zlariga qaraganda ular juda ham madaniyatli, erkin va ma'rifatli insonlar zamonida yashayaptilar. Alloh